ozg'inchalarim, biz hozir Buxoroga qarab yo'l olmoqdamiz. Buxoro bizni kut. Tong teshikdan turib olib, men bo'yanishga o'tdim. Meni keyin Yaroslav meni rasmga tushiryapti. Endi o'zimga mahliyo bo'lishga o'tdim. Qarshingizda metan zapravka. Keyin esa Esonoma Navoiyga yetib, biz yana metan zapravkada ovqat yeb oldik va Buxoroga yetib keldik. O'zimcha tindaksiga qiliqlar qildimdagi Instagramga qo'shiq aytdim. Stella bilan qo'shiq aytib bo'lgandan keyin o'zimcha videolanmoqchi bo'ldim va Buxoro shahriga va nihoyat biz yetib keldik. Undan so'ng mana shunaqa chiroyli joyga keldik. Bu выставка har xil chet el davlatdagi rassomlar, skulptorlar kelgan ekan, haykaltaroshlar, ana shunaqa narsalar qilgan ekan. O'ylayga o'zim rassom, ijodkor odam bo'lsam, hech nimaga tushunmadim. Mana bunaqa figurkachalarni ko'rib keldik. Mana bu quloqni ko'rdik. Har xil pasnovka qo'yaman. Bu kimning eshagi bo'lsa topib olinglar. Mana bu eshikdan zo'rg'a sig'dim va mana bu uzun zinada bir balo qilib tushib oldim. Mana bunaqa figurkachalar ko'rdik. Keyin kiyim almashtirdim. Keyin o'zimcha mana bunaqa qilib chiroyli o'zimni modellarga o'xshatib yurishni boshladim. Qaranglar, voydat. Keyin mana shunaqa toshli joylarga keldik. Men bu Alina bilan birpas o'ynadik kuchukdek. Keyin esa meni orqamdan yuringlar deb mana shunaqa qilib o'zimcha chiroyli poxodkada modelni qildim. Ko'ryapsizlarmi? Keyin mana bunaqa kastrulka, qozon, bir balolardan yasalgan choyniklardan yasalgan joyni ko'rdik. Ichi polностью tovoq ekan. Kirish mumkin emas ekan. Bir balo qilib mana shunday qilib sizlarga uchun tushirdim. Men bu yerda yuryapman, kastrulkachalarni ko'ryapsizlarmi? Sizgina shuncha narsa-ya, lekin chiroyli chiqqan. Keyin mana bu kashtani ko'rdim. Bu hammasi mana bu ipdan va otni junidan bir balosidan qilingan ekan. Keyin mana shunaqa joyni ko'rib keldik-da. Mana bunaqa chiroyli raznotsvetniy asfalt nima bu shuni ko'rib keldik. Keyin mana bu drakonchalarni ko'rdik. Qaranglar qanaqa chiroyli qilingan. Mana bu ham kashta ekan. O'zi ham bir 6 metr, 7 metrlik narsa. Keyin mana bu bolajonlar uchun batutcha. Stella bilan bicha o'ynadik. Keyin esa mana bu gilamni ko'rdik, mana bu joyni. Mana bu bobocha figurkachalar yomon menga yoqadi-da. Aylanib mana bu gilamchalarni aylanib o'tganimizdan keyin mana bu xonaga kelib qoldik. Bu xona juda ham chiroyli bezatilgan ekan. O'zimcha rasmchalar tushdim. Keyin esa mana bu Stella chiqamiz, charchab qoldi, bicha buni o'ynatdik, yotqizib, ichimizni itlar tirnab ketgandan keyin biz mana bunaqa restoranga keldik-da va shashlikni kutib o'tirdik. Mana shunaqa qilib maza qilib yeb oldik. Undan keyin normalga keldik. Undan so'ng jirtilib tepaga chiqib men milkshake ichib oldim-dan keyin Minoroy Kalonga qarab yo'l oldik. Mana shunaqa qilib chiroyli o'zim reseptka qildim. Keyin esa обратно Samarqandga qaytib keldik. Yo'lda itdek charchadik, mana bunday chiqib oldik. Dam olishga metan zapravka yana keldik-dagin. Hamma kuchukdek uxlab qoldi. Qotdi-dagin Samarqandga yetib borishimizgacha o'lib qolay dedik, lekin biz buni uddaladik va qo'shiq aytdik.